Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga arzon kafe kilidan qanday qilib sifatli kafe qilish mumkinligini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p. Hozir bozorda sotilayotgan kilelarimiz shunaqa qopda bo'ladi. Brendiga e'tibor bermaymiz. Sababi bunday qoplar sotuvda bor. Taxminan 2,5 ming so'mdan xohlagan turdagi qopni sotib olishingiz mumkin. Asosi ichi. Endi buni kafe kileda sostavini birinchi ko'rib chiqamiz. Kuchaytirish uchun nima qila olamiz? Kafe kileda sostavini ko'rib chiqamiz. Kafe kileda qum bo'ladi, sement bo'ladi. Keyin qo'shimcha kiley vazifasini bajarib beruvchi melos degan narsa bo'ladi. U ko'rinishi mana bu unga o'xshagan bo'ladi. Mana unga o'xshagan narsa bo'ladi. Mana kiley. Sizlar buni ko'rgansizlar, aboy kileyga ishlatgansizlar ko'pchilik. Shundan qo'shib kuchaytirsak bo'ladi. Yana sostavi qum, toktraven toshini maydalangani, sement va shunaqa kiley bo'ladi, melos. Keyin qattiq bo'lmasligi uchun qo'shilsa, limonga qo'shilishi mumkin. Bo'lmasa shu asosi shular. Endi biz buni hozir oddiy 15 ming so'mga sotib oldik. Menimcha do'konchilarga 13 ming so'mga berib kelsa kerak buni qopini 25 kg deb yozib qo'yibdi. Qani bo'lmasa tayyorlab ko'ramiz. Ketdik. Bu hozir shunday bozordagi holatini tayyorlab ko'ramiz. 15 ming so'mlik holatini tayyorlaymiz. Bismillah. Hop. Endi mana hozir ishlab chiqaruvchidan to'g'ridan-to'g'ri qo'shib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Qumlari ko'pligi sezilib turibdi. Endi hozir buni kileyga qo'shib sifatini oshirishga harakat qilamiz. Bundan obrazga solib qolamiz. Bu boshqa ishlab chiqaruvchidan farqini ko'rishingiz mumkin. Boshqa ishlab chiqaruvchi agar video bera olsa farqi seziladi. Endi shuni ustiga qo'shib tura qolamiz ozgina. Nimalar qilyapsan? Xo'p, endi buni sal sultirib olamiz ozgina. Kechasi qo'yasan. Ko'rib turibsizlar, suyuq holatga keldi. Suyuq. Uni tortib ham bo'lmaydi, ishlatib ham bo'lmaydi. Endi buni ana ustalarning tilida aytadigan bo'lsak, jitga bo'yda kiley bo'lardi, qo'shimcha sotib olishardi. Buni ustalar yaxshi biladi. Jitga bo'yda qo'shimcha kiley bormi deb xodimlardan so'rasangiz beradi. Endi bu optim joylari ham bor endi, hali hamma joyda topilmasligi uchun optim joylar, shuning uchun bu xizmatga kirib jitga bo'yda qo'shimcha kiley desanglar beradi. Xo'p, ashundan qo'shib olamiz. Bitta sherik bo'lsa, qo'shib tursa yaxshi bo'lardi. Hozir bir kishiga noqulaylik tug'diradi, sababi birta bo'lib qolishi mumkin. Kechasi qo'yasan. Dada, tayyor bo'ling. Qani. Mana dada. Ko'rib tursa suyuq holatdagi kileyimizni o'ta qo'yiq, o'ta yopishqon holatga olib kelib berdi. Endi buni yana ozgina suv qo'shib suyultiramiz, sababi u yana qo'yiladi.
Bu yana qo'yilib ketdi. Yana suv qo'shib ko'paytiramiz. Agar yaxshi e'tibor bergan bo'lsanglar, nima uchun qimmat turdagi, qimmat brenddagi kafelkli rot bilan baraka qilishini shunda ko'rishingiz mumkin. Misol ozgina loyimiz ishib deyarli bir pak rot ketyapti. Bu qo'shib bergan kilayimiz ham ishirib beradi, ham kilay vazifasini bajarib, ham qo'yiltirib, ham sifatini oshirib beradi. Yana suv qo'shamiz. Nimalar qilyapsan? Buni o'ynama. Xo'p, bu yana turadigan bo'lsa, yana qo'yilib, ishi ehtimoli bor, yo'q emas. Hozir taxminan tayyor bo'ldi. Endi buni kafelklaymiz mana. Cho'zilishiga, elastikligiga e'tibor bering. Nimalar qilyapsan? Sifati ancha o'zgardi. Endi o'zimiz kafelkli. Endi buni ishlatib ko'rgan, tortganda bilinadi. Kecha siyib qo'yasan. Qanday ko'rsatib bera olamiz? Birontaga tortib ko'rsatamiz. Shpatel bormi kichkina? Bo'lmasa birinchi ishlab chiqaruvchidan to'g'ridan-to'g'ri tayyorlangan loyimizni surtib ko'ramiz. Ishlash ozgina noqulay. Mana qumlar chizishni boshlayapti. Qalin tortganimiz uchun mana ancha-muncha bilinmayapti. Buni yuqori tortadigan joylarga tortib bo'lmaydi, sababi qum ko'p. Endi o'zimizni sifatini oshirgan kafelklayimizni tortamiz. Siyib qo'yasan. Dada, tayyor bo'l. Qani. Mana dada. Ko'ryapsizmi? Osh damlayotganda nima bo'lib turadi, nima bo'ladi? Kilayim shunaqa zo'r o'tadi bo'lib turibdi. Ko'tardik. Ha, o'g'lim. Nimalar qilyapsan? Buni yuqori tortib ko'ramiz. Katta pul. Buni Endi o'ynama. Kecha siyib kamera qo'yasan. bera olyaptimi, bera olmayaptimi? Dada, Mana misol uchun tayyor bunda bo'ldi. rost mana qumlari chiqib qolganda sifatsiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, balki Mana kamera dada. bermayotgandir. Mana qumlari mana ko'pligi sezilib turibdi. Xuddi qum suvog'ida zatirkasiga o'xshab turibdi. Bunda qumlar bunga qaraganda kam. Misol uchun edi, bedi. Misol uchun 1 sm-ga bunda 1 sm-ga 1 sm-ga bunda 100 ta qum to'g'ri keladigan bo'lsa, bunda bir 30 ta 40 ta bo'ladi. Sababi biz buni kilay qo'shib ishirib, ob'yomini ko'targanmiz. Qum kamroqchaga kamroq bo'lib qolgani ishgan hisobiga. Xo'p, endi do'stlar, buni misol uchun tortilganda, misol uchun tortilaveradi, oddiy shiva qumni ham tortilaveradi. Endi buni ushashida, misol uchun kafel yopishtiradigan bo'lsangiz, ushashida farq qiladi. Sababi hozir qo'shgan narsamiz, o'zingizlar bilasizlar, jitka bo'yiga kilayni nimaga qo'shasizlar? Yaxshiroq ushash uchun, 1,5 yilda to'kilib ketmas uchun qo'shimcha qo'shadi ustalar. Kafel kilayga qo'shadigan bo'lsanglar, eng arzon kilayga qo'shadigan bo'lsanglar ham sifatini oshirib, mustahkamligini oshirib beradi, yopishqorligini kuchaytirib beradi. Qo'ygan kafelingiz, urgangichingiz mustahkamligini ancha oshirib beradi. Ancha sifatli qilib beradi. Video yoqqan bo'lsa, do'stlar, bittadan like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring.
bu videoni mayli do'stlarimizga jo'natib qo'ying, zero manfaatli bo'ladi. Barchalarga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashdan to'xtamaymiz.